Hammaga salom. Meni ota-onam va telefonimni Face ID'dan boshqa hech kim tanimaydi. O'shaning uchun hayron qolmanglar. Hozir dadamga telefon qildim-da, "Dada, stand-upga chiqyapman, duo qilib turing, yuzim yorug' bo'lsin" desam, dadamda qaradilarda, "Nima u stand-up?" dedilar. Keyin bilasizlar nima bo'ldi? Shu duo oladigan vaqtim bor-ku, polni stand-up tushuntirishga ketdi, hozir chaqirib qoldilar. Xullas, dada haqida gap ketadigan bo'lsa, yosh pokoleniyadan bilsanglar, dalalang borib mana uni olib ket desa, qanaqa his-tuyg'u o'tadi. Meni o'zimda bo'ladigan his-tuyg'uni aytaman. Men o'zimni qidiruv akademiyasiga o'qisam bo'lar ekan deb qolaman. Chunki u narsani topish uchun yo uydan chiqib ketish kerak, yo o'zining joniga qasd qilish kerak-da. Boshqa temaga o'tsak, men sizlarga o'zi eng xavfli guruh, eng noyob guruh haqida gapirmoqchi edim. Bu hech qanaqa amerikanskiy banda yoki jinoyat guruhi emas. Bu Telegramdagi qarindoshlar gruppasi. Hammanglarda bor, Telegramda qarindoshlar gruppasi bor. Qarindoshlar gruppasiga kirganlar o'zi his qiladi. U yerdan ikkita bosqichdan o'tish kerak. Kirganlarga afsuslanishinglar kerak va u yerdan chiqib ketmasliginglar kerak. Sababi chiqib ketsanglar, ana qarindoshlarning ichidan badarg'a bo'lasizlar. Ko'pincha qarindoshlar gruppasiga kirganimda yo to'y mavzusi bo'layotgan bo'ladi, yo kimnidir tug'ilgan kuni bilan tabriklayotgan bo'ladi-da. O'sha tug'ilgan kunlar bilan tabriklayotgan paytda ana 2 yoshli chaqaloqni ham tabriklaydi-da. Uni 2 yoshli chaqaloq hali ongi yo'q-da, u Telegramga kirmaydi-da, lekin uni ham tabriklaydi-da. 2 yil bo'lgan tug'ilganiga, unga umring uzoq bo'lsin, aqling joyida bo'lsin. Yana u gaplarni kim yozadi? Uni dadasi yozadi. Dadasi undan o'zi 1 metr nariyoqda turgan bo'ladi. Bitta o'pib qo'yib umringiz uzoq bo'lsin desa bo'ladi, lekin qarindoshlar gruppasiga yozish kerak. Chunki bu yerda nima deydi? Qonun bor. Qarindoshlar gruppasidan chiqib ketmaslik, aytganimdek, qarindoshlar gruppasiga kirgandan afsuslanish. Bitta narsaga guvoh bo'ldim, niyatni yaxshi qilish kerak ekan. Sababi har doim Xalqlar do'stligi san'at saroyining oldidan o'tib ketayotgan paytim bir marta chiqsam edi o'sha yerga, bir marta chiqsam edi deb o'tib qaytaverganman. Chiqdim bir marta. Nimaga chiqdim? Pol artishga chiqdim. Xullas, dada haqida gap ketganda, dadam boya shahaka aytganlarda juda ham seriozniy odamlar. Hozir boya aytganimdek telefon qilib stand-upni tushuntirdim-da, o'sha duo olish uchun vaqt qolmadi. Keyin onamga telefon qildimda, "Ona, bitta duo bering" desam, "U yomon joy emasmi? Ehtiyot bo'l yana" deyaptilar. Yomon joy emas, stand-up desam, "Nima edi u stand-up" deyaptilar. Xullas, sizlar bilan sizlar tanigan, onam, dadam tanigan va telefonimni Face ID tanigan Murod bo'ldi. Rahmat katta.